Toshkentda butun qo'yib pishiradigan choyxona borligini bilarmidinglar? Ketdi. Bu narsani ko'rib yig'ilolmay yurgan o'rtoqlar ham yig'ilib yuborishi aniq. Videoni srochni o'rtoqlarga yuborib qo'yinglar. Men bo'lsa ko'rsatishni boshlayman. Ko'p joylarda butun qo'yib pishirib porsiyalab sotishadi. Lekin bu yerda aynan sizlar uchun 12-14 kiloli yosh qo'zilarni butunligicha pishirib padacha qilishar ekan. O'zinglar bolalar bilan bo'lib talashib yeysizlar. Buni gashtini bilgan biladi. Qo'zini turishini qaranglar. Mazasi ham o'zgacha bo'pti. Go'shtlari qanaqa mayin pishganini ko'rishingiz mumkin. Yonida kartoshkalari ham bor. Shuni necha kishi yeyoladi deb o'ylaysizlar? Kommentda yozinglar. Yo, o'zi semirib ketolman desanglar, aynan sizlar uchun shunaqa parda pishgan dimlama ham tayyorlashyapti. Bu yerda qo'y go'shti, mol go'shti, tovuq go'shti, sochli ruletlar, qovo, mayda karom, pomidor do'lma, xullas hamma foydali narsalar bor. Yonida o'zini bulyoni bilan padacha qilishadi. Bahorda jay yeyishli taom, vitaminga liq to'la. O'zi ham semirtirmaydi. Delikatesiga mana shunaqa buqani iligidan ham olishingiz mumkin. Yonida xurshak shinonlari bilan beriladi. Qolaganligi somsa shashliklar ham bor. O'tirishga 16 ta har xil xonalar mavjud. Adres Qoraqamish, MVD gospitallar to'g'risida. Time choyxona, Labzedi Time choyxonaning ikkinchi filiali. Videoga like bosish esdan chiqmasin. Aniq vaqtcha Telegram kanalda.